Hammaga assalomu alaykum yurtdoshlar. Urganch shahar Ko'k markazida Darital Urduga yaqin yerda 66,5 kvadrat metrdan iborat bo'lgan yarim tayyor holatdagi kvartiramiz sotib qo'yildi. Do'stlar, liftini ega yangi novostroyka dom. Bu yerda yana marshrutkalardan, gaz, suv, svetdan, transportlardan muammosi yo'q. Darital Urdu yanına shuning bir svetofor Dehqon marketning arkasındagi domda. Liftini ega do'stlar, girib sizlar bilan obzorni qilib beramiz. Yurtdoshlar, bu yerda maktab, bog'cha, gaz, suv, svetdan, transportlardan muammo yo'q. Aytib o'tdik. Kelasizlar, ko'rasizlar, egasi bilan savdolashib olasizlar. Yurtdoshlar, yana bir narsani aytib o'tamiz. Naqd pulda sotiladi. Birlamchi kredit, ikkilamchi kredit degan gap so'z yo'q bu yerda. Kadastr 100% tayyor. Mulk egasi bilan savdolashib kelishib olaverasizlar. Aluvchilarga nasib etsin, videomizni o'tirmasdan oxirigacha kuzatinglar. Like'lar bilan bizani podдержка qilinglar do'stlar. Danışib chiqamiz. Qani ketdik. Yurtdoshlar, 6-etajimizga yetib keldik. Ko'rishingiz mumkin. Etajimizda 4 xonadan 4 kvartira bo'ladi. Keng tushgan bo'ladi. Tak, kvartiramizning shu kvartira 66,5 kvadrat metr. Girish eshiklari ham uchapyonni. Qalin eshiklar qo'yilgan ekan do'stlar. Bismillah. Shpakilovka 2 qator tortilgan. Oyoq ostimiz равнитель заливной quyilgan. Полный под уровень. Ajoyib atib, tekizatib qo'yibdilar. Endi laminatlarni döşab berib, qalasangizlar fon berasizlar, ramka torttirib, qalasangizlar atachen to'qilasizlar, oboy tortsangizlar ham bo'laveradi. Eshiklarni qo'yib, patologlarga natijali qilsangizlar ko'p ish qilingan, santexnika ishlar qilingan, даже отопление uchun tochkalar ham tashab qo'yibdilar. Endi elektronniy sistemalarimiz ham Euro sxemada ishlangan bo'ladi. Har xonaga отдельный ajoyib sxema qilingan. Tak, bu yerdan kirgandan o'ng tomondan sanuzolimiz, korplar ham ishlangan, suv o'chishga daxl turibdi. Bu yerda turganingizda hamma montajlari qilingan bo'ladi. Elektromontajlar cho'tki qalin simlardan, bizlar mis simlardan o'tirilgan. Suvoqlari bu yerda kapellan urib ajoyib atib olsangizlar bo'ladi. Sanuzel katta. Bu yerda детский komnata olibdilar, bir ajoyib atibdilar proyektda. Bolalarga отдельный bir komnata tushibdi shura, oynasi bu yana qaragan. Tak, bu yerda yana spalnamiz родительский bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Tom, baland tom, biladilar, bu domani ko'pchilik oynasi bu tomonga qaragan. Urdu tarafga qaragan bo'ladi. Даже bu yerda yana konditsioner tochkalarida bor. Do'stlar, o'rnatgan ekanlar. Rozetkalar tashalgan bu yerga trimolarni qo'ysam, misol ajoyib atib qo'yibdilar. Mana shunday buralarni tortib. Yurtdoshlar, bunda zalimiz. Zalga keladigan bo'lsak, shuning eng katta zal. Baland tom, katta oyna. Ajoyib bundan. Endi stadionga qaragan taraf, bu yerda oshxonamiz. Kuxnya naminay bu yerda mikrovolnoy pechlar uchun duxovkali qilsangizlar, bu yerda gaz plita. Tak. Isitish tizimi uchun ham tochkalar tashalgan, bu yerda korplar ishlangan. Dimoxod joylari ham ikkini tashab qo'yibdilar do'stlar. Gap yo'q, oynalari katta, balkona chiqamiz. Bu yerda hammasi novostroyka domlar. Bir ajoyib yerda joylashgan. Parkovkalarni ko'rdingizlar. Aluvchilarga nasib etsin, ushbu xonalarimiz srochno kelishilgan narxda sotiladi. Narxini keladigan bo'lsak, yana ekranda yozilib turibdi. Bemalol kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar. Kimki o'zi ko'chmas mumkin sotib qo'yacak bo'lsa, bemalol bizlar bilan bog'lanishlaringiz mumkin. Sotishda yordam beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangizlar, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Videolarimiz bilan tanishib boraverasizlar. Omon bo'ling. Reklama uchun 93 869 11 11 raqamlari bilan bog'laninglar. Keyingi videoklarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.